Assalomu alaykum. Asal. Yaxshi keldingizmi qizim? Yaxshi. Xo'p, tanishsiz. Saidova Hilola 93-yil. Qayerdan? Samarqand Jomboydan. Samarqand Jomboy. Nima masala bo'yicha keldingiz? Ichib ketish. Mana bu Ichaklarda qog'ozingizmi? Ha, Qarang, total yarali, kalit, faol davri deb yozilgan. Qachonki bu? bu kecha 25.05. Kechagina qilibsiz-ku buni? 1-2 kun oldin. Ha. Qachondan beri kasalsiz? 20-yildan beri. 5 yil. O'zi bu avvaldan kichkinaligimdan bor-da. Qiranchiz. Har zamonda shunaqa olib turadi. Endi 5 yil deb hisoblay qo'yaylik. Qo'ying, ana vahmaga bormang. Kichkina bo'lsan deb. Ha? 5 yil ham katta gap-ku. Xo'p, nima qildingiz? Bo'ldi, kasal bo'ldingiz, ishingiz o'ta boshladi, iring kela boshladi, qon kela boshladi. To'g'rimi? Suyuq kela boshladi. Kuniga 5-10 marta chopadigan bo'lib qoldingiz. Nima qildingiz o'sha 2000-yilda, 2020-yilda? Doktorlarga bordim, gastroenterologga. Necha marta bordingiz bir yilda? Bilmayman, tez borib turardim. Degan payti borardim, ko'p borganman. Ko'p qancha? 5 marta, 10 marta, 50 marta? Ha, bor. Har oyda. Qaysisi to'g'ri? 50 martasi to'g'rimi? Endi bir nima bilmaysiz. Mana sizga 1 yillikda man bilaman-da, o'zimda masalan mana shu hozir may oyi bo'lsa 5 yil oyda necha marta doktorga borgan bilaman. Har oy borardim. Shu 5 yil ichida har oy. 5 yil ichida har oy borardingiz. 12 oy bo'layotgan bo'lsa, uni ham 5 yilga ko'paytirayotgan bo'lsak, assalomu alaykum 48 marta doktorga uchraysiz. Nima foyda berdi va nimaga foyda bermagan joyga tinmay borib kelaverdingiz? Endi men boshqa davolaymiz deganiga borganman-da. Boshqa yo'l yo'q, boshqacha davolab bo'lmaydi degan uchun borganman. Yaxshi bo'ladi deganiga. Menda davolansangiz masalan, bir marta yaxshi bo'lmasangiz, 2 marta yaxshi bo'lmasangiz, 10 marta kelsangiz yaxshi bo'lasiz desa, kelaverasiz meni oldimga. Qachondir xavfsiraysiz bir bo'lish kerak-ku. Agar ozgina o'zgarish bo'lsa, kelaman. Barakalla. Mana shu gapingizda turing. Doktorga bordingiz, ozgina o'zgarish berdi. Ha? Keyin yana umid bilan yana bordingiz. Yana ozgina o'zgarish berdi. Qisqasi arqon uzun tashlanganda hech yoqqa ketolmasdan boylanib qoldingiz. Bunday bo'lganda borib kelaverdingiz. Faqat o'zgarish sekin boyagi davolagan paytda sulfasalazin, sulfat ichayotgan paytingizda remissiya bera boshladida kasallik bo'lib so'nganday bo'lib qolaverdi. Unchalik ham nima emas. Uncha foydasini sezganim yo'q shular ichgan taqdirimda ham. Necha marta tashqariga chopasiz? Bir sutka ichida. 6-7 marta. 6-7 marta sutkasiga. Yozilganingizda axlatingizdan nima ko'rasiz? Ko'p anaqa iring oq. Oq iring. Oq iring. Oq iringni o'zi tushadimi yoki axlat bilan birga qo'shilib tushadimi? Sariq axlat bormi o'zi? Bor, kamdan kam, lekin juda ko'p oq. Birinchi oq axlat tushadi. Oq iring. Siz bilan telefonda gaplashganimizda bu yerda davolanishingiz bir martada emas, 2-3 martada bo'lishi mumkin. Har bir kelganingizda xarajat qilishingiz kerak degan gapni gapirdim. Yo'q, u haqda gaplashmadingmi? Mana hozir aytyapman. Bir martada tuzalib ketsangiz, do'ppini osmonga o'tasiz. Mana bir martada tuzalib ketgan ko'z oldingizda bugun ketyapti. Bu yerda mana bular hammasi mana qarang. Kelgan chiflosi bor. Ketgan chiflosi bor. Aralarda farq qancha? 10 kun. 10 kun. 10 kun. Ko'piniki shunaqa. Mana har joydan ochib beryapman. Ko'ryapsizmi? Bu total degani yaxlit degani. Qisman degani emas. Chambar ichak 1,5 metr atrofida bo'ladi. Shu 1,5 metri 30 santimetri yallig'langan bo'lsa, u qisman. Agarda ko'p joyga o'tib ketgan bo'lsa, boyaga siz aytgan mana bu tashxis bo'ladi. Bu tashxisni yo'q qilish uchun birinchi navbatda eng mayda yarachalarni bitkazish kerak. Mana bular maydachalar. Undan keyin kattaga navbat yetadi. Undan keyin yana kattaga, oxiri bir chuqurlashib ketgan yara bita boshlaydi. Unga vaqt kerak, ha? Albatta. Buni yaxshi tushunasiz, ha? Bir martada davolab bermadi degan gap bo'lmaydi. Yo'q, tushunaman. Balkim bo'lmam qolar.
Xudo xohlasa. Mana 10 yildan beri qiynalib yurganman degan bolaga men xuddi shu gapni gapirdim. Bitta sizga masalan kelgan zahotingiz sizga отдельно gapirayotganim yo'q. O'tirgan odam bilan shu gapni gaplashamiz. Chunki uni umidvor qilganimdan keyin chidab bersin deyman oxirigacha. Foydasini sezgandan keyin etagimni mahkam ushlasin deyman. Bo'ldi, shu odamda davo bor ekan deb turib, chala tashlab qo'ymayman faqat shu. Tushunarli? Chala tashlab qo'yaman desangiz, unda davolamaganim yaxshi. Yo'q, Oxirigacha yetkazish menga emas, sizga bog'liq. Siz kelsangiz davolayman. O'tiraverasanmi, bu yoqqa kel, alo demayman. Siz o'zingiz talpinib kelaverishingiz kerak, tugatishimiz kerak bu ishni. Bu yerda ketgan odam ishi to'liq bitib ketish kerak. Va hammasi bitib ketyapti. Boshqa больницада yotmaydi mendan keyin. Faqat boyagidaqa bir xil sharoit ko'tarmay qolsa, kechmada kelmay qolish mumkin. Bo'ldi shu. Lekin shuni ham oldindan aytib qo'yaman, kelish shart. Agarda bitsa, bilib qolamiz ikkovimiz ham. Normalni yozira boshlaysiz, ring tugagan bo'ladi, bo'ldi, kelmaysiz deyman o'zim. Tushunarli? Ha, tushundim. Qorin sohasida og'riq bormi? Faqat ichki kiygan payti kuchli og'riq bo'ladi-da. Kindik atrofidami? Ha. Yoki chapdami? Qaysi tomonda ko'proq? Yo'q, kindik atrofida, chapda emas. Boyagi ichki kiygan payti kuchli og'riq bo'lib, birab og'riydi hamma joyi. Hamma joy. Kunduzi yotgan paytingizda bunday og'riqlar yo'q. Uncha-munchaga og'rimaydi. Kiygan payti birdaniga og'riq beradi-da. Og'riq berib chiqib ketadi. Tushunarli. Bu kasaldan tuzalib ketishingizga shu paytgacha bir qanaqadir umid so'nmaganmi? Yo'q, endi hozirgi kunda sizni ko'rmaguncha so'ngan dedi. Ha, ana shuni so'rayapman-da. Hozir umid bor-a? Hozir bor. Tushkunlikda просто odamlardan so'rayman-da, tushkunlik kayfiyating bormi desam, ha deydi, toza deydi, bu kasaldan charchab, umidsiz bo'lib qolganman deydi. Yana nimangiz bor? Shunaqa edi. Asabiy bo'lib qolganmisiz? Sal-pal. Ko'p emas-a? O'zingizni tuta bilasiz. Og'ir. Ha, unda yaxshi. Ishim osonlasha boshlabdi unda. Hozirda. Asabiylashmaydi. Boshqa nima kamchilik bor? Buyrak, jigar, yo'q, ularda ko'ngil aynish, davleniya ko'tarilishi, davleniya pasayib ketishi. Unda hech nima bo'lmagan. Hech zalbi bo'lmagan, bilmayman. Ko'rinishingizdan etingizni oldirganingiz yo'q. Holatingiz o'rta. Lekin ana tashlaganman-da. Yo'q, endi bu tashlaganmisiz oddiy, hech kim sizni arrig'am demaydi, semiz ham demaydi. O'rta holatdasiz. Bunga xursand bo'lavering. Chunki men ishlaydigan boyagi imkoniyatim ko'proq bunaqada. Agar siz cho'kudek bo'lib, toza unaqa bo'lib qolgan, qaltan-qaltan bo'lib qolsangiz, siz bu yerda 5 kun ham tura olmaysiz-da. Charchab qolasiz qilgan ishingdan. Ana shu charchab qolmaslikka odamning tanasida o'zida et bo'lish kerak, quvvat bo'lish kerak. Bu quvvat bir vizualniy qaraganimda bor shekilli. Adashmasam kerak. Shu aytayotgan gaplarim shu. Birinchi 10 kunlik davolanishingiz, keyin uyga ketishingiz. Yo to'liq tuzalib, mana bunday bir chiroyli dastxat tashlab ketishingiz yoki yana bir oydan keyin qaytib kelishingiz. Bu yerda odamlar masalan kelganlar 2 marta, 3 marta kelayotganlar ham bor. Bir marta tuzalib ketayotganlar, sразу bu yerda dastxat yozadi, videorolik olinadi, rahmatini eshitaman, ketadi. Va uyda tavsiyalar beriladi. Masalan, 6 oy davomida nimalar qilmaslik kerak, nimalar qilish kerak. Savollaringiz bormi? Tushunmagan joylaringiz? Yo'q. Hammasini to'liq aytdimmi? Salomat bo'ling. Saidova Hilola 93-yil, Samarqand viloyati Jomboy tumani. Xulosa, total yarali kalit faol davri. Kolonoskopiya 14-may kuni 2025-yil qilingan. Mana siz kelgan paytingiz 16-may kuni edi. 16-may 2025-yili. Shikoyatda yozyapsiz. Hojat kuniga 6-7 marta chiqaman. Nima o'zgardi? Ancha kamaydi, 3 martaga. 3 martaga. 3 martaga. Xo'p, axlatda qon iring bor. Yozilganingizda hozir yo'q. Qon iring yo'q. Yo'q. To'g'rimi? Gapim? Qorin sohasida hojat kelganda og'riq bor. Hozir deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Qarang. Samarqand viloyati uzoq. Masalan, Jizzax. Afsuslanmaysizmi shu yerga kelganingizga? Yo'q. Foyda topdingizmi qilgan ishimdan? Ha, o'zimga katta. Sezildimi? Ha, sezildi. Qachondan beri kasal bo'lib yuribsiz bunday? 5 yil bo'ladi. 5 yil. Borgan joylaringizda ham bir natija bormidi shunaqa? Yo'q, bu darajada bo'lgan yo'q. Bu darajada bo'lgan yo'q. Больницada davolanasiz, chiqib ketayotganingizda hojatga chiqishingiz o'shanday bo'lib turadimi?
shunday o'zgarish bo'lmaydi, shunday bo'ladi. Ha. Juda ko'rinishi yomon ahvolda edi-da. Bansada davolangan paytim ham Mhm. axlat. Bu yerda lekin ancha o'zgardi, shunisiga xursandman. Xursand bo'lsangiz yaxshi. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Roziman. Keling bitta narsa kelishib olaylik. To'liq davolanib ketgan bo'lsangiz, nur ustiga nur. Boshqa kelmaysiz. Bir oy davomida sinov muddat. Doringizni qo'lingizga giyohlar berib yuboraman. Klizma qilib turasiz 2 kunda 1 marta. Kun orada endi. Bir oy o'tgandan keyin qolganini 3 kunga o'tkazasiz yoki 4 kunga o'tkazasizda asta-sekin chiqib ketaverasiz vaziyatdan. Tushundingiz? Nimaga shu narsa qilinadi? Chunki ichakni ichida to'planib qolgan axlat bo'lmasligi kerak. Yarani ochiq holatda qo'yib qo'yishingiz kerak. Yara bitgan bo'lsa ham qilaverib turibdi-da baribir. Total degani so'zi bu hamma ichak zararlangan deyilgan. Ichakni baribir masalan 1,5 metr ichak bo'layotgan bo'lsa, o'sha chambar ichak hammasi zararlangan. Ana o'shalarning boyagi ko'p joylar bitgan, bitta yarim joyi qolgan. Bo'ynimga olaman, men Xizr emasman, bir faslda hamma narsani 10 kunda qilib tashlaydigan siz 5 yildan beri kasal bo'lib kelyapsizmi? 10 kunda bir faslda tuzatib tashlayapsiz. Lekin foydam tekkani, masalan, bolnitsaga nisbatan meni foydam ko'proq tekkanini o'zingiz bo'yningizga olib o'tiribsiz, to'g'rimi? Ana shunday. Shuning uchun telefonlashib yoki xabarlashib turamiz. Telefonda men qilmayman. Yaxshi o'tiribsizmi, yaxshi yuribsizmi deb degan savol bermayman. Siz uka kerak bo'lsa o'zingiz qilib aytib turasiz. Mana bu yerda salgina boshlandi yoki to'xtab qoldi, boshim to'xtadi, hamma narsa joyida tushdi. Qachon parhezni buzaman? Mana shunday. Parhez 6 oygacha. 6 oy davomida meva yemaysiz. Shirinlik, ya'ni shakar solingan biron bir mahsulot yemaysiz. Bu pechene bo'ladimi, nima bo'lsin, nimani qat'iy nazar. Uy nonini yeysiz yoki bo'lka non yeysiz. Bo'lka non ham davlatniki bo'lishi kerak, ya'ni doka xleb emas. U ko'chadagi nonlar bo'lmaydimi? Yo'q. Nimaga savol bering? Nima uchun? Nima uchun? Mana masalan, non yopildi. Tezroq rang kirish uchun ustiga yo qatiq yoki sut sepib anaqa qilinadi. Shunda pishmagan xamir rangi qizaradi, tez oladi, boyagi yumshoq-ku. Ana shuni hisobiga xom non xamir yeb yurish mumkin-da. Uyda esa sut solinmaydi. Uyda bormi tandir qila olasizmi? Ha, uyda. Barakalloh. Ana shu uyning nonini yeyishga harakat qiling. Bozordan ham uyning nonini sotib oling, agar bozordan olayotgan bo'lsangiz ham. Zinhor boyagi bo'yalgan nonlarni yemang. Kraska nonni yeyish kerak emas, chunki pishmagan non bo'ladi. U oshqozonga tushgandan keyin botib aynaqa hazm bo'lmay turaveradi. Ancha vaqt qiynalasiz. Mana shu aytayotganim. Sabzavot ham yemaysiz pishmaganni. Ya'ni bodring, pomidordan nari yurib turasiz. Chaqchuq, yong'oq, mayiz, shunaqa hokazolar sal nariroq. Lekin ular hammasi qozon orqali yeyish mumkin. Hozirgi paytda. Ha? Masalan, siz yong'oq bilan nima yemoqchi bo'laysiz? Endi o'zingiz qarang, mayizni ichida qancha chang bor. Men buni nima deydi, parvarish qilib sizni mana klizma qildirib, boshqa qildirib tozaladim ichingizni. 3-4 tasini kirganingizga mikrob kiradi, bakteriya mikrob kiradi, yana boyagi qo'zita boshlaydi-da. Og'izga ehtiyot bo'lsangiz, bo'ldi. Yeydigan ovqatingiz dori bo'lsin, doringiz esa ovqat bo'lsin. Buni Ibn Sino bobomiz aytib ketgan. Ya'ni ovqatni terib yeyishingiz kerak. Keyin yana bir narsa, kechadan qolib ketgan ovqat yemang. Kechagi, masalan, obedtagini kechga yesa bo'ladimi yoki? Bo'ladi. Faqat kechqurun yeyilgan ovqatda yana bu kunisiga o'tib isrof bo'lmasin deb yemang. Boshqa yesa yesin, oshqozoni kasanaqa toza anaqa sog'lar. Siz yemang. Hamma ovqat svejiy bo'lishi kerak. Yeydigan ovqatlaringizni ko'rdingiz, ko'pincha suyuq. Nima xohlasangiz shuni pishirib yeyaverasiz. Faqat pishgan bo'lsa bo'ldi. Yog'sizroq bo'lishi kerak. Ovqat общий yog'siz bo'lmaydi. Yog'liroq bo'ladi. Lekin siz o'zingizga kosaga bunday yog'ini bir chekali qilib suzib olishingiz kerak. Tushundingizmi? Bo'ldi. Og'zingizdan mikrob kirmay tursa, ichingizdagi mikrobni siz klizma bilan tozalab tursangiz, boya giyohlar yordamida manba boyagi qo'shilavermagandan keyin boyagi nima deydi, bakteriyalar soni kamaya boshlaydi. Bayarlar sharoit yaratib bersangiz, masalan, axlatni ustidan yuvib tursangiz ichakni ichidan, yaralar tez-tez bita boshlaydi.
Tushunarlimi? Siz hozir uyga davolanishga ketmayapsiz, siz dam olishga ketyapsiz. Dorilar beriladi. Bir oy o'tgandan keyin xabarlashamiz. Kelish hojati bo'lmasa, kelmaysiz. Mana bu hozir sheriklaringizga o'xshab, ularni tushundingiz-ku, keldi mana. Ana shunday. Sog' bo'ling.